Assalomu alaykum va rahmatulloh, hurmatli vatandoshlarimiz, mijozlarimiz. Bizlar Samarqand viloyati Narpay tumaniga yetib keldik. Mana bu yerga bizlar 150 tonnalik xolodilnik ombor qurib berdik. Narigi yil mana 100 tonnalik xolodilnik omborni qurib bergan edik. Klientlarimiz rozi bo'lib, mana ishonchlaridan o'tib, bu yil bizlarga buyurtma berdilar. Mana shu agregatlardan 150 tonnalik xolodilnik ombor qurib berdik. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu 150 tonnalik muzlatgich omborimizga biz 20 HP'li muzlatgich uskunasini o'rnatib berdik. Ya'niki 180 talik fen bilan, ya'ni qishin yozin kompressor mazza qilib ishlaydi. Kondensator katta qilib berdik. Isparitel ichkarisi DD160 4 parrakli. Bu xolodilnik uskunamiz 20 HP'lik, soatiga 14-15 kW tok sarflaydi. Marhamat, muzlatgich omborimizni ichkarisini ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqa sifatli pena-poliuretan xolodilnik eshik bilan jihozlab berdik akamizga. Bu yerga boya aytganimdek 150 tonna, 160 tonna, 140 tonnalik muzlatgich ombor, ya'ni bu tadbirkor akamiz sabzi bilan tijorat qilar ekanlar. O'nga 10 balandligi 5 hajmga ega xolodilnik ombor. Pena-poliustirol sandwich panellardan bu yerga bizlar jihozlab berdik, ya'ni o'rnatib berdik. Mana ko'rishingiz mumkin, 4 parrakli Isparitel DD160 Xitoy komplektatsiya. Bizlar bu uskunalarni primoy Xitoydan o'zimiz olib kelib, mana shu O'zbekiston bo'ylab tadbirkor akamizga yetkazib beryapmiz. Xolodilnik eshigi boya aytganimdek pena-poliuretan, razmeri 120 ga 220, u ham Xitoy komplektatsiya. Mana akamiz chiroyli qilib, mana betonlarni uje qo'yib, tez oraga bu tadbirkor akamiz sabzilarni kiritib, xudo xolisa soqqani qadallar. Mana ko'rishlaringiz mumkin, narigi yil 2024 ga xolodilnik kamera qurib berganimiz, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham sifatli sandwich panellardan va mana shunday Xitoy komplektatsiya xolodilnik eshiklaridan jihozlab berganmiz akamizga. Mana hozir xudo xolisa sabzilarni bosib, bu yerga bizlar 15 talik xolodilnik agregatini o'rnatib berganmiz. Mana bu ikkinchi muzlatgich omborlar, ya'ni yangisi kecha qilib berganimiz. Mana shu ikkinchi muzlatgich omborni bizlar Rizo akamizga qurib berdik. Xudo xolisa mana bir haftaga topshirdik. Akajon, shu mahsulotlarimizdan bir og'iz fikrlaringiz xalqimizga. Hamma narsa joy-joyida. Men Shahzod bilan o'tgan yili ham qurib bergandi. Bu yil ham qurib berdi. Xursandmiz, juda chiroyli, joy-joyida. Mana endi yuk olib kirib ishlatamiz. Rahmat. Akajon, pullaringizdan bizga baraka topaylik. Sizlar ham mehnatlaringizga rozi bo'linglar. Rahmat katta. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. O'zbekistonning hamma nuqtasigacha borib o'rnatib beramiz. Mana shu yerga nomer qoldiramiz, bizlarga aloqaga chiqing. Kimgaki mana shunaqa sifatli va hamyonbop, muhimi arzon xolodilnik omborlar kerak bo'lsa, xizmatlari Klimat Center Samarqandga bemalol buyurtma beraverasizlar. Hammaga rahmat.